Qizimizni berishga beramiz-ku, lekin qizimiz yoshligidan Angliyada katta bo'lgan. Milliy urf-odatlarimizni bilmaydi. Muammo emas, o'zimiz o'rgatib olamiz. Kelinni chaqiringlar, bir ko'raylik. Mana manda keling. Bo'laveradi. Qanaqasi yaxshi kiyovdilar, charchamayapsiz, soatingiz joyidami? Qani bir kelin salom qilsin-chi. Salom, ismim Zebo, tanishganimdan mamnunman. Zebo ism. Assalomu alaykum. Bo'ldi, rahmat, maza qildik. Ketdik, yuraylik iltimos, beparasat. Keling. Oldik. O'tirib bir lazerdan osh qilarmikansizmi deb o'ylaysiz? Xo'p, bo'ladi. Oyi, guruch qanaqa bo'lardi? Kelin, eringiz qani? Umidmi, kino ko'ryapti. Bugun siz ishdan qaytasiz, nechida begimot? Nima? Voy, uzr, begim deb yozilgan ekan, o'zbek tilidan noto'g'ri lug'at ketdi. Sani issiq menga beryapti, ha? Ha, bu jazirama bizni ayovsiz kaltaklayapti. Bu jazirama bizni kaltaklab uryapti orqamizdan. Bo'pti, men ketdim, yaxshi o'tir. Erni kuzatish uslublari shunchaki qo'l siltang. Yaxshi borib kel, Umid. Xudojon, na bir muomalani biladi, na bir ko'ngil olishni biladi. Ingliz tilidan boshqa hech narsani bilmaysan. Sabr qilish, hozir chiqishadi. Kelib bo'ldingizmi? Bye dear, see you. Challari bo'ptimi? Ha, ingliz tilidan kurs ochdik. Xotiningdan boshqa taraflar foydalanib bo'lmas ekan. Kelinchak, o kelinchak.